Manchester City va Exeter United o'yinidan so'ng Gvardiola Abduqodir Husanov haqida gapirdi. Husanov hali ham tez, juda tez, ishonchli, haqiqatan ham o'zgacha tez o'yinchi. U bizning o'yin uslubimiz uchun juda o'zgacha o'yinchi. U bizga juda ko'p yordam beradi, chunki biz juda yuqori chegaraviy chiziqlarda o'ynaymiz. Juda ham yuqori chiziqlarda, juda orqa chiziqda, himoyada u o'yinni juda yaxshi boshqara oladi. U ajoyib transfer, o'tgan ajoyib mavsumda aytgan edim. Klub uning uchun ajoyib qaror qabul qildi deb o'ylayman. U noyob sifatlarga ega, himoyachi sifatida topish qiyin bo'lgan o'zgacha noyob xususiyatlarga ega. U kiyinish xonasida ham ko'tarinki kayfiyatda, bilmayman bu xususiyatni u qayerdan olgan, lekin u ishonchli o'yinchi, juda tez, juda noyob, ajoyib. To'p bilan pas sifati ajoyib va noyob. U chegaralarni buzib tashlaydi. Bilasizmi, o'z nomim bilan men Gvardiolaman. Ko'ramiz, keyingi o'yindan keyin, keyingi krugdan ham keyin haqida yana nimalar deb intervyu berarkanman. Menimcha hamma Abduqodir va mendan shuni kutyapti.